Ustozimiz Shayx Muhammad Sa'd Muhammad Yusuf hazratlarini olaylik. 63 yil umr ko'rganlar, to'g'rimi? 63 yil umr ko'rganlar. Hozir kungacha chiqqan kitoblar 150 tadan ortadi. 150 tadan ortadi. Men o'zim shaxsan shularning shogirdlari sifatida ayta olamanki, Hazrat muftiy bo'lganlaridan keyin taxminan 38-40 yoshlardan boshlab ijod qilishni boshlaganlar. Ungacha o'qiganlar. 40 yoshlarda ijod qilishni boshlagan desak, 23 yil ijod qilgan bo'ladilar. To'g'rimi? 23 yil ijod qilganlar xolos. 23 yilning ichida 150 dan ortiq kitob yozganlar. 150 dan ortiq kitob yozganlar. Mana endi taqsim qilinglar. Qanchadan to'g'ri kelyapti? 1 yilga 6 dan ortiq to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Demak, har 2 oyda taxminan bitta kitob yozganlar. Qancha o'qigan ekanlar unda? Mana televizor davrda bo'lmagan, internet bo'lmagan va hokazo chalg'itadigan narsa bo'lmagan deyishlari mumkin. Hazratimiz davrlarida chalg'itadigan hamma narsa bo'lgan. Hamma narsa bo'lgan. Bo'lganda ham Hazratni chalg'itadigan narsadan foydalanish imkoniyatlar 150% bor edi. Ya'ni moddiy tarafdan, jismoniy tarafdan, hamma tarafdan ular yetarli edi. Bemalol xohlagancha o'yin kulgu qilishlari mumkin edi. Lekin Alloh berdiki, shunaqa lutf, karam berdiki, Shayx hazratlariga 63 yillik umrlarining ichida hozirgi davrimizdagi eng katta ijodiy bir samaradorlikni bizlarga namunasi bo'lib ko'rsatib qo'ydilar. Demak, ishlasa bo'ladi. Davrni, zamonni, shart-sharoitni qoralamanglar. Hamma narsa o'zimizda degan ma'noda ko'rsatib qo'ydilar. Mana ijod qanaqa bo'lyapti? Mana